Dunyoda bor eng buyuk bir so'z. Ota-ona buyuk bir zotdir. Birlari davlatim bo'lishsa, birlarining poyi jannatdir. Ota-onam mehrlariga arzirli bir qiyos topmadim. Ta'riflarini keltiray desam, hech bir so'zni keltira olmadim. Onajonim qadrlarini o'zim ona bo'lganda sezdim. Ziyorat qilib qabrlarini mehr qumsab yurganda sezdim. Davlatim, qiblagohim otam, ajinlarin sababchisi men. Ota-onam mehrin oldida hech narsani qilib bo'lmasding. Farzandlarim siqilmasin deb dardin ichga yutarkan ota, bolajonim sog' omon bo'l deb doim duo qilarkan ona. Shunday ekan ota-onani asrash farzandlik burchimizdir. Ularni xursand holda ko'rsak, shu kun eng baxtli kunimizdir. Aziz obunachilarim, agar sizga shu she'rim yoqqan bo'lsa, bitta like bosishni unutmang.